Germaniya Baş Ministri Angela Merkel ve Amerika Prezidenti Joe Biden Rossiyadan Germaniyaga bo'lgan Shimoliy Eqin 2 turba yo'li turi to'g'risida birdeklik hosil qildi. Polsha bilan Ukraina kelishimini ayblaydiganligini e'lon qildi. Bu tur Amerika bilan Germaniya o'rtasida uzundan buyon muzokara qilingan. Shimoliy Eqin 2 tabiiy gaz turba yo'li Rossiyaning Baltiq dengiz qirg'oqidan boshlanib, dengizdan Germaniyaga tutishidi. Xitoyning Xenan o'lkasida yoqqan qattiq yomg'ir sababidan yuz bergan kelkin oftida hayotidan ayrilganlarning soni 32 ga yetdi. Izderaksiz yo'qolib ketgan 8 kishini izlash va qutqizish xizmati davomlashmoqda. Jazmlashtirilgan o'limning kam deganda 12 yuz bergan deb qaralgan metroda tonnel, supa va vagonlardagi suv o'rni bel darajasiga yetdi. Qutqizish xizmatidan keyin hayotidan ayrilganlar ko'payishi mumkin deb qaralmoqda. Xitoyning hukumati Dunyo səhiyyə təşkilatının 2-ci bosqichliq tekshirishida virusning Wuhan tajribaxonasidan eqib ketish ehtimolligi tekshirilganligi uchun tekshirishga qatnashmaydiganligini e'lon qildi. Dunyo səhiyyə təşkilatı 3-cü ayda Xitoy virusining kelib chiqish to'g'risidagi tunji dokladini e'lon qildi. Bu tashkilot virusning 2019-yili 12-ci ayda insonlarga tarqalishidan ilgari hayvondan paydo bo'lishi mumkinligini yakunlagan. 32. navbatlik yozliq olimpik tanarkat musobaqasi bugun Yaponiyaning Tokioda boshlandi. 206 davlatdan kelgan 11 mingdan ortiq tanarkatchi Xitoy virusi yuqumi sababidan tomoshabinlarsiz o'tkaziladigan musobaqalarda raqobatlashadi. Atini bayqash shuari bilan o'tkazilgan 2020-yillik Tokio olimpik tanarkat musobaqasining rasmiy ochilishi bugun 14 da Yaponiya davlatlik tantarbiya sarayida marosim bilan o'tkazildi. Amerika hukumati Kubadagi hukumatga qarshi namoyishchilarga qilingan kishilik huquq dafsandichiligi sababli bir qism Kuba amaldorlariga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Joe Biden hukumatining bu qarori Amerikadagi kubaliklar va bir qism siyosiyonlarning bisimidan keyin chiqarildi. Payshanba kuni e'lon qilingan yangi jazo Kuba davlat mudofaa ministri general Alvaro Lopez Meira va ichki ishlar ministrligi qarmog'idagi alohida qismni nishonlagan. 7. ayning 15 kuni Xitoyda qurilayotgan tonnelda yuz bergan kelkun ofati natijasida qopsilib qolgan 14 ishchining jasadi topildi. Juxay shaharlik hukumatning ijtimoiy aloqa to'r bekitidagi bayonotida ofatning sababi yoki Shichangshan tonnelda qazo qilganlar to'g'risida boshqa uchurlar berilmadi. Birleşme Agentligi muxbirlari bu yil 4-oyda Xitoy doiralari boshchiligidagi oz uchraydigan axborot faoliyatiga qatnashib, Davanjonga joylashgan Urumchi shaharlik 3-qamoqxonani ziyorat qilgan. Taxminan 240 kamera bor bo'lgan bu qamoqxonadagi bir kamerada muxbir nomer silingan mahbus kiyimi kiygan Uyg'ur erlarning mo'risini tik tutib cho'zi qurib o'tirib, rangsiz televizor ekranidagi Xitoy Kompartiyasining tarixiga aloqador mazmuniga tikilib qarayotganligini ko'rgan. Birleşme Agentligining sun'iy hamroh rasmlari tekshirilgan kamer va o'rindiq sonlariga asosan mo'ljallashicha taxminan 10 ming kishi qamalgan bo'lishi mumkin ekan.